Assalomu alaykum qadrdonlarim. Qani bu o'yinda o'ynaymiz. Bunda nima qilish kerak ko'ramiz. Bularda yuzini joylashtirish kerak ekan. Ya'ni pastdagi yuzlar tevadagilarga qaysi biriniki ekan? Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar qaysi biriga qaysi yuzida qo'ygan bo'lardilaring? Xullas boshladik. Bu yuz mos tushadimikan? Nima deb o'ylaysizlar? Mos keldi. Qabul qildik-ku. Xatomi? Nimaysa xato buni? Bir-biriga mos kelmadimi? Yana boshqatdan qilib ko'ramiz. 33% to'g'ri ekan shunda ham. Yana boshqatdan qilaylikchi. Bu yuzni bunga qo'yamiz. Bu rosa chiroyli chiqdi lekin. Ortadagi jahldorni qo'yamiz. Menimcha endi zo'r, idealni chiqdi. Nima deb o'ylaysizlar? Ikkalasi bir-biriga juda mos tushdi. Kiyinish, stil, hamma narsasiga yuz qiyofalari mos keldi. To'g'rimi? Bunga buni qo'yamiz. Rosa chiroyli chiqdi. Shunda ham xatomi? Va qaysini yuzi qaysi o'zi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu yuzlar qaysi biriniki? Qaysi yuz qaysinga qo'yish kerak? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib ketinglar, qaysi biriniki ekan? Sizlar nechta urinishda mana shuni yuzini qo'ya olasizlar? Bittada qo'ya olasizlarmi? Bitta urinishlarda mana shularni yuzini topgan bo'larmidilar yoki menga o'xshab 3-4 marta 2-3 marta takrorlagandan keyin qo'yasizlarmi? Hozir keyingi urinishimiz. Qani qo'ya olamizmi, yo'qmi? Bunisi ham xato 33%. Men yuzini qo'ya olmadim bularni. Men bular yuzini topa olmayapman. Yana bir urinib ko'raylikchi. Baribir yuzini topib olmaydi ekan. 100% to'g'ri. Oxiri topdiga bularning yuzlari shu ekan. Sizlar nechta urinishda topgan bo'lardilar? Batafsil kommentariyada yozib ketinglar-chi. Bilmayman, hozir nechta urinishda topdim bulardikini. Sanab turgan bo'lsalaring bemalol yozib ketishlar mumkin. Oxiri yuzlarini topdim. Asl yuzlari shu ekan bularda. Zo'r.